Biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni tarkib toptirish. Bu mavzuyimiz. Rejalarimiz: kirish, nazariy asoslar, pedagogik metodlar, dars rejalashtirish va faoliyatlar, baholash va o'lchash, muammo va yechimlar, xulosa va tavsiyalar. Biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni tarkib toptirish zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mustaqil fikrlash bu o'quvchining ma'lumotni tanqidiy tahlil qilib, gipoteza qo'yish, eksperiment o'tkazish, dalillar asosida yakuniy xulosaga kelish va o'z fikrini himoya qila olish qobiliyati hisoblanadi. Pedagogik metodlar. Biologiyani o'qitishda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun bir qator pedagogik metodlardan foydalanish muhimdir. Laboratoriya va maydon ishlari, eksperimental kuzatuvlar va modellashtirishlar o'quvchida gipoteza qo'yish va dalillar asosida xulosa chiqarish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Dars rejalashtirish va faoliyatlar. Misol uchun, dars boshida real hayotiy savol qo'yish. Mahalliy suv havzasidagi suv sifati qanday va nima sababdan o'zgaradi? O'quvchilarni mustaqil tadqiqotga bu yo'naltiradi. Loyihaviy ishlar va portfellar o'quvchilarga uzoq muddatli tadqiqot olib borish, natijalarini saqlash va rivojlantirishni ko'rsatish imkonini beradi. Baholash va o'lchash. Bunda mustaqil fikrlashni baholash an'anaviy test natijalariga qaramay kengroq vositalarni talab qiladi. Formativ baholash dars davomida o'quvchilarning fikrlash jarayonini kuzatish, tezkor qayta aloqa berish va yo'naltirish uchun eng muhim vosita hisoblanadi. Muammo va yechimlar. Amaliyotda mustaqil fikrlashni rivojlantirish bir qator muammolar bilan bog'liq. Vaqt cheklovi, sinfdagi ko'p o'quvchilar, laboratoriya jihozlarining yetishmasligi, imtihonlarga yo'naltirilgan baholash tizimi va o'quvchilarning yangi pedagogik yondashuvlarga tayyorgarlik darajasining pastligi. Shu bilan birga, madaniy va ota-ona kutilmalari ham an'anaviy yodlash ta'limiga bosim o'tkazishi mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, biologiyani o'qitishda o'quvchilarda mustaqil fikrlashni tarkib toptirish sifatli ta'limning muhim elementi hisoblanadi va u o'quvchilarni ilmiy dunyoqarashi, muammo yechish qobiliyatlari va jamiyatdagi faolligini oshiradi. Amaliy tavsiyalarimizga keladigan bo'lsak, o'qituvchilarga doimiy professional rivojlanish imkoniyatlarini yaratish, maktab darajasida resurslar va vaqtni qayta taqsimlash, baholash tizimini diversifikatsiya qilish va o'quvchilarni kichik bosqichlardan boshlab mustaqil ishlarga jalb qilish. Shu yo'l bilan biologiya darslari nafaqat bilim berish, balki tayanch bo'lgan mustaqil fikrlashni shakllantiruvchi makonga aylanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.